eng boy odamlar o'zi juda ham kamtarin bo'ladi. Sotuvchilar hech qachon mijozlarni kiyimiga, mashinasiga yoki olib yurgan telefoniga qarab muomala qilmasligi kerak. Nimaga desalaringiz, eng boy odamlar o'zi juda ham kamtarin bo'ladi. Misol uchun, agarda men Mercedes olishga borsam, salonga borsam, Mercedes olish uchun qanaqadir maxsus kiyimda bormayman. Kiyimni shu turishda oddiygina kiyimda boraman. Shuning uchun bizning xodimlar ichidan mijozlarni kiyimiga, mashinasiga qarab muomala qilmaysizlar. Agarda shunday muomala qiladigan bo'lsangiz, hayotda juda ko'p narsani yo'qotib qo'yasiz. Birinchi o'rinda mijozni yo'qotasiz, ikkinchi o'rinda korxonaning obro'yini yo'qotasiz. Eng zo'r mijoz yaxshi kiyinadimi, yomon kiyinadimi, xunukmi, chiroylimi umuman ajratmaysiz. Bir xil muomala. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Tushunlaringiz a? Hop, agarda kimdadir shu holat kuzatilsa, iltimos tezroq o'zlaringizni o'nglab olinglar. Bu narsa juda ham yomon oqibatga olib keladi. Rahmat hammaga.